farzandimni qaysi o'qishga olib kirsam bo'ladi, nimani o'rganish kerak, hozir 2026-yilda qaysi universitetlar, qaysi davlatlarga borib o'qisa bo'ladi yoki nima hunar o'rgansin deyishadi. Meni o'zimda ham fikrlarim bor, lekin ChatGPT dan so'radim buni. ChatGPT ning aytishi bo'yicha 2026-yilda yoshlar qaysi kasblarni o'rganishi kerak degan savolga mana javob. Bugungi kunda dunyo juda tez o'zgaryapti. Oddiy diplomning o'zi yetarli emas. Kimda kuchli skill va til bo'lsa, o'sha yutadi. Birinchisi IT va sun'iy intellekt, AI. 2026-yilda eng kuchli sohalardan biri bu IT bo'ladi. Programmirovание degani. Mana shuni o'rganish kerak. Ya'niki qaysi programmalarni? Python, web dasturlash, mobil ilovalar yaratish, cyber security yoki AI tools. Bu degani shu sun'iy intellekt, programmirovание har xil telefondagi приложениялар bor, shunaqangi yaratishlarni o'rganish kerak. Juda zo'r. Nima uchun degan savolga birinchidan masofadan turib ishlash mumkin, ya'niki distansionni uyda turib, boshqa davlatga borib, kompyuteringiz bo'lsa bo'ldi yoningizda, ishla olasiz. Ikkinchidan daromadingiz dollarda bo'ladi. Uchinchidan dunyo bo'ylab talab yuqori shu kasblarga. Video montaj va kontent yaratish, bu ham juda zo'r narsa. Hozir har bir biznesga SMM kerak. Ya'niki shu biznesni prodvigat qilib beradigan odam, reklama qilib beradigan odam kerak. Undan keyin montaji zo'r bilsa, dizayn qilishni bilsa, content maker degan narsa bor. Mana shular juda kerakli kasb hozir. Yana o'rganish kerak bo'lgan narsalar. CapCut ilovasi bor, приложение. CapCutda har xil videolar yasash mumkin, suratlarni har xil dizaynlar qilish mumkin. Yoki Canva degan bor, Photoshop bor. Mana shularda qilsa ham bo'laveradi. Sababi TikTok, YouTube, Instagram hali juda uzoq yillar ishlaydi bu narsalar. Yana qaysi kasblar kelajakda kuchli bo'ladi degan savolga top kasblari mana yozib beribdi ChatGPT. Birinchisi bu AI mutaxassisi, ya'niki sun'iy intellekt bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar. Ikkinchisi programmist, kiber xavfsizlik, dizayner, content maker, online marketolog, injener, doktor va stomatolog, robototexnika, logistika. Mana shu kasblar keyingi 10-20 yil ichida juda avjiga chiqqan, juda ishlab pul topsa bo'ladigan kasblar ekan. Agar tillarga keladigan bo'lsa, qaysi tillarni o'rganish kerak vaqtda? Ingliz tili. Buni bilamizki, bu dunyoda biznes tili hisoblanadi, eng muhim til. Ish, o'qish, internet hammasi inglizcha. Ikkinchisi nemis tili. Germaniyada chunki bepul universitetlar. Nemis tilini bilib turib ekzamen topshirib o'tsa, o'qish bepul. Germaniya universitetlarida. Farqi yo'q. Inostranslarga ham, nemislarning o'ziga ham bepul. Undan keyin kuchli iqtisod Germaniyaniki. Talabalarga imkoniyat juda ko'p. Uchinchisi, koreys tilini ham o'rganish kerak. Chunki Koreya texnologiyalar davlati bo'lib qolibdi hozir. Ish imkoniyati, stipendiyalar. To'rtinchisi yana Xitoy tilini o'rganish kerak. Nima uchun? Chunki kelajakda juda kuchli tillardan biri bo'lib hisoblanmoqda bu, yaqin kelajak uchun. Qaysi davlatlarga o'qish uchun ketish yaxshi? Tak, Germaniya pluslari. Ko'p universitetlar bepul, ishlash mumkin o'qish jarayonida va diplomi juda kuchli, juda ko'p davlatlar butun dunyo tan oladi. Nemis yoki ingliz tilida o'qisa bo'ladi. Germaniyada lekin asosan nemis tili baribir. Faqat magistraturalarda ingliz tilida o'qish mumkin iloji bor. Eto baribir nemis tilini bilgan yaxshi Germaniya bo'lsa. Ikkinchisi, Kanadaga ketish mumkin. Tinch davlat. Ish va yashash imkoniyati yaxshi. Immigration osonroq. Bu degani immigratsiya qilish, ko'chib borish osonroq, qachonki bir til bilsa. Yoki Turkiya. Nima uchun? Chunki o'zbeklarga mos muhit. Stipendiyalar bor Turkiyadagi universitetlarda ham. Yaqin va arzonroq, chem boshqa yevropeyskiy davlatlarga qaraganda. Yoshlarga asosiy maslahat. 2026-yilda faqat diplom emas, skill yutadi. Skill bu degani shu naviklar, qanaqangi narsalar bor. Допустим, IT ni bilasizlarmi? O'sha maktab bitiradigan paytda IT kurslarga borib 1-2 yil o'qib bo'lib, ana oddiy dizayn qilishlarni, Python programmalarini o'rgangan bo'lsa, HTML, CSS lar o'rgangan bo'lsa, o'zi sekin ish topsa bo'ladi. Til bilsa, internetda ishlay olsa va zamonga mos kasb o'rgansa, kelajak o'shaniki. Tak что telefonni faqat TikTok, Instagram, YouTube ko'rish uchun emas, shu telefon orqali kelajagingizni ko'ring. Unda ishlab pul topishni o'rganing. Hozirdan harakat qilgan yosh ertaga kuchli odam bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, Sher 86 kanalga.
yoki Instagram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Sher 86 Ufa deb yozsalaring chiqadi. Agar yana qanaqadir savollaring bo'lsa, men nimadir aytmagan bo'lsam yoki nimadir yaxshi tushunmagan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.